Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videomizda tomga pena quyish, ya'ni tomni izolyatsiya qilish haqida gaplashamiz. Ko'pchiligimizga ma'lum, tom uyning eng muhim qismlaridan biri. Qishda issiqlikning katta qismi aynan tom orqali chiqib ketadi. Yoz kunlarida bo'lsa, issiq havo tom orqali ichkariga kiradi. Agar tom yaxshi izolyatsiya qilinmagan bo'lsa, uyda haroratni saqlash qiyin bo'ladi va energiya xarajatlari oshib boradi. Tomga pena quyish bu zamonaviy va samarali izolyatsiya usuli. Maxsus instrumentlar yordamida suyuq holatda quyiladi. Bu quygan mahsulotimiz 10 minut ichida qatiydi. Natijada har bitta teshikda yoriqlarni mukammal tarzda to'ldiradi va mustahkam himoya qatlami hosil bo'ladi. Bu usulning asosiy afzalliklari qanday? Birinchidan, yuqori issiqlik saqlash xususiyati. Pena issiqlikni tashqariga chiqarmaydi va sovuqni ichkariga kiritmaydi. Bu esa qishda issiq, yozda salqin muhitni yaratadi. Ikkinchidan, vazni yengil bo'ladi. Loy suvoqdan 2 barobar yengil bo'ladi. Bu quygan mahsulotimiz shunday holatda qoladi, loy suvoqdaqa yorilib ketmaydi va uzoq xizmat muddati ko'p yillar davomida o'z xususiyatini yo'qotmaydi. Quyish jarayoni qanday amalga oshiriladi? Birinchi o'rinda tomni chiqib, vassali shlipovkalar ko'zdan kechiriladi. Yaxshi holatda bo'lsa, ustiga material tashab, bir boshdan quyaveramiz. Mahsulotimiz tarkibida suv quyiladi, gips bo'ladi, sement bo'ladi, penasi bo'ladi. Shularning aralashmasi ko'rib turganlaringiz shuni suyuq holatda birinma-ketin razmerini chiqarib quyib ketilaveradi. Suyuqligini hisobiga o'zi past baland joyga oqib borib, urini ham chiqaveradi. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab sifatli, mustahkam, garantiyali qilib quyib beramiz. Xulosa qilib aytganda, tomga pena quyish bu uyingizni issiq va sovuqdan himoya qilishning samarali, tez va zamonaviy usuli. Agar energiya tejamkor va qulay uyga ega bo'lishni istasangiz, ushbu usulni albatta sinab chiqing. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.